Nurobodda ushbu mahallasi juda ham yaxshi mahallalardan biri hisoblanadi. Sababi chiroyli uylarni qurib qo'yishgan, ko'rib turibsiz, yo'l yuziga ham yaqin. Nurobod shundoqqina ko'prikdan o'tganimizda chap qo'ldagi ko'chadan yo'l yuziga 350 metr atrofida, 300 metr atrofida yaqinlikdagi mana shu xonadonimiz sotuvga qo'yildi. 6 sutuli xonadonimizda kommunal tarmoqlardan mahallada gazdan umuman muammo yo'q, elektr hamda suv ham mavjud. Mahalla birgalikda kanal suvini alohida qo'shimcha liniya sifatida tortib kelishayotgan ekan. Eshikdan kirganimizda demak, alohida kottej formada qurilgan uyimizga ko'zingiz tushadi. Mana bu yerda birinchi mehmonxona joylashtirib ketilgan. Mehmonxonamizga bu tomondan alohida eshik, ichkaridan yana bitta o'tadigan yo'lagimiz ham bor ekan. Zamonaviy planirovkada qurilgan, to'liq pishig'ishdagi ushbu xonadonimizni fasadi 20, aytib o'tganda eniga 30 metr. Chekka tomonimizga yana bitta qo'shimcha oshxona yoki mehmonxona uchun mo'ljallab alohida ko'tarib qo'yishgan ekan g'ishtdan. Yonlaridagi devorlarni ham o'zlari olishgan ekan pishig'ishda. Bu tomonimiz endi kottejning tipidagi uyimizga kirib, ichkaridan planirovkasini tushuntiraman. Eshigimizdan kirganimizda chapda oshxona uchun joy qoldirishgan, ovqatlanish xonasi va oilaviy dam oladigan katta xonamiz esa o'ng qo'limizga planirovka qilingan ekan. Bu qismimizda ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona bor. Uyimiz hali qurilishi bitmagani uchun o'zingiz xohlagan joylarga sanozul qurib olsangiz bo'ladi. Aytib o'tganday, mana bu qismimizda katta mehmonxona plan qilingan. Bu yerda bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, ichkarida yana bitta kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonani plan qilishgan ekan. Bu uyimizni 2 qavatli qilish imkoniyati ham bor. Bu xonadonimizni narxiga keladigan bo'lsak, 39.500 dollar, yana barakasiga oz-moz ham o'tib berishadi. Pastdagi telefon nomerini qoldirdim, bog'lanib mana shu hovlini sotib olsangiz bo'ladi.